Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun ba'zi diagnozlarni qo'yishda qon tahlillari bu qadar muhim? Qanday qilib oddiygina barmoqdan qon olish orqali kasallik haqida butun ma'lumotlarni olish mumkin? Va eng asosiysi, o'sha barmoqdan qon olish texnikasi qanday bajariladi? Assalomu alaykum, men Kamranbek Normatov, Urganch davlat tibbiyot instituti talabasiman va siz mening YouTube kanalimdasiz. Bu yerda biz birgalikda tibbiyotni o'rganamiz. Shu kabi videolar boshqalarga yetib borishi uchun va kanalni rivojlantirish uchun shu videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta kommentariy yozib qo'ying. Bundan faqat xursand bo'lamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Klinik laborator diagnostika bu odam organizmidagi biologik suyuqliklar, qon, siydik, balg'am va hokazolarni tahlil qilish orqali kasalliklarga diagnoz qo'yuvchi va davolash jarayonini nazorat qiluvchi tibbiyotning muhim bir bo'limi. Qon organizmning ichki muhitini doimiyligini ta'minlovchi biologik suyuqlik hisoblanadi. Undagi o'zgarishlar kasalliklarga diagnoz qo'yishda, ya'ni ularni davolashda muhim sanaladi. Qon tahlillari asosan ikki xil bo'ladi, ya'ni qonni umumiy tahlili va biokimyoviy tahlil. Qonni umumiy tahlilida biz eritrositlar soni, leykositlar soni, trombositlar soni, HT, ya'ni eritrositlarning cho'kish tezligi va gemoglobinni ko'rishimiz mumkin. Bu o'zgarishlar organizmdagi yallig'lanish jarayonlari, turli xil infeksion kasalliklarni tashxislashda, ya'ni diagnoz qo'yishda muhim sanaladi. Buni normalari ekraningizda chiqib turibdi. Biokimyoviy tahlil orqali organizmdagi organlarni funksiyalarini o'rganishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun jigardagi ALT, AST miqdorlarining o'zgarishi jigardagi patologiyalarni bildiradi yoki bo'lmasa buyrakdagi mochevina, kreatininlarning miqdori o'zgarsa, buyrakdagi kasalliklarni bildiradi. Yoki misol oshqozon osti bezida muammo bo'ladigan bo'lsa, unda qondagi glyukoza miqdori ortadi yoki kamayadi. Uni normalarini ham ekrangizda topishingiz mumkin, ya'ni chiqib turadi. Barmoqdan qon olish uchun kerakli bo'lgan anjomlar. Birinchi navbatda aseptikaga rioya qilgan holda steril qo'lqop, barmoqni teshish uchun maxsus igna yoki skalifikator, buyum oynachalari va maxsus probirkalar, spirt va paxta. Ish tartibi quyidagicha bo'ladi. Bemor tinch o'tirgan holatda chap qo'lini nomsiz barmog'ini uzatadi. Aynan bu barmoqning uzatilishining sababi bu yerda qon tomirlar, kapillyarlar teriga yaqin joylashgan bo'ladi. Va agar mabodo barmoq yiringlaydigan bo'lsa, yiring faqat shu barmoqda qoladi, ya'ni boshqa falangalarga tarqalmaydi. Misol uchun bosh barmoqdan yoki ko'rsatkich barmoqdan qon olinadigan bo'lsa, unda yiring tarqaladi. Bu anatomik xususiyat bilan, ya'ni fassiyalarning tuzilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Yosh bolalarda quloqning yumshoq tangli yoki tovonidan ham olish mumkin qonni. Ish tartibi birinchi bo'lib shu barmoqni, demak, spirt bilan ho'llangan tampon yordamida dezinfeksiya qilib olamiz. Va maxsus asbob skalifikator yordamida oxirgi falangasini, demak, ignani kiritamiz. Birinchi tomchi qon tampon yordamida artib olinadi. Sababi uni tarkibida ko'p miqdorda to'qima suyuqligi mavjud hisoblanadi. Ikkinchi va uchinchi tomchi qon bo'lsa, maxsus idishga tomiziladi. Qani chiqmaydi bitta jo'ra qoning. Bitta qon bor deysan. Olingan qonni keyinchalik maxsus probirkalarga joylab, kerakli tekshiruvlarni qilsak bo'ladi. Barmoqdan qon olish texnikasi ko'rinishidan oson bo'lsa ham, undagi qoidalarni buzish natijalardagi noaniqliklarga olib keladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha